Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bitta ugalog'imiz, mini ugalog'larimiz. Rassetkalari bor. Fasollari 2 xil mana. Ispaniya holatda ugalog' holatda turibdi. Endi bunimizda mana ugalog' holatda profillarni yoyib qo'yamiz. Mana buni Ispaniya holatga olib kelamiz. Buni Ispaniya holatini bir ko'ringlar. Mana ichidan chiqadi. Razmeri kelsa, razmeri 1 xil, puli 2 xil. Shunisini hisobini olib qo'yinglar. Mana oddiy 10 yoshli bola Ispaniyada yig'yapti. Mana hatta sizlarga ko'rsatish uchun Ispaniya holatda 1.80 2 metr. Ugalog'imiz o'zining razmeri 2 metr 2.35 metr. Bunimiz ham ugalog' holatda 2.35 ga 2 metr. Bunimiz Ispaniyasi 1.65 ga 2 metr. Kimga qanaqa rasvetga, qanaqa fasonda kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilinadi, aloqa qilinadi. Telefon nomerlarimizni pastga yozib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Narxlar keladigan bo'lsa, bu ugalog'imiz narxi 2.700.000 so'm, bu ugalog'imiz narxi 3.5 million so'm. Nima uchun farqi bunda deganinglarda, bu ichidan Ispaniya chiqadi birinchidan, materiallari qimmatroq material 50-55 ming so'mlik. Bunimiz moshi material, hammalar birga 25-30 ming so'mlik. Parolni keladigan bo'lsa 25 plotnis bunisida, 19 plotnis bunisida. Shuni hisobiga pulida farq qilyapti.